hozirga kelib odamlar nima uchun qarz olyapti? Ayniqsa yoshlar, sanaylar. Yangi telefon, yangi mashina, sayohat, yangi mebel, uy jihozlari, restoranda to'y qilish, ijtimoiy rang-baranglik uchun. Shu narsalar asli bunga hozir zarurmidi? Ana shu qarzni olishdan avval shu savolni berishimiz kerak. Shu olmoqchi bo'layotgan narsam, nasiyaga, qarzga menga hozir zarurmi? Yo'q, bu savolni olayotganda bermaydi. Qachon beradi bu savolni? Ish xolta bo'lgandan keyin. Qarzga botib, to'lolmay, uyqusi qochib, haqdorlar tinchitmasdan jonidan to'ylagandan keyin aytadiki, menga kerakmidi shu narsa deydi. Shuning uchun qarz olishni rejalashtirib turgan ukam, shu savolni o'zingga ber. Muammolarga kirmay turib, uyini sotishga majbur bo'lmay turib, tinchliging, halovating buzilmay turib, el yurt orasida bo'yning egilib qolmasdan turib, pushaymonga botmasdan turib o'zingdan so'ra. Menga shu narsa hozir zarurmi? Shu narsaga muhtojmanmi? Shu narsani olmasam hayotim to'xtab qolmaydimi? Arzimagan 3 kunlik dunyo hayotini deb turib, oxiratda boy berib qo'ymaslik kerak. Esimizdan chiqmasin. Hatto shahid ham o'zini maqomiga yetishlikdan qarzi sababli to'silib qoladi.